Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari. Va mana bunday toza zotli 2025 da yangi barra ishqibozlari. Akalar, bugun mana bu yerda sotiladigan barrani zo'rlardan bor ekan. Shular haqida sizlarga qo'ldan kelgancha video obzor qilib, chiroyli qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, videodan like bosib, kanalimizda yangilar obuna bo'lib tursalaring, ular haqida hamma ma'lumotni yetkazib berishga harakat qilamiz. Akalar, bugun biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i Sharzonchi Islomjon akamizni qo'y fermalardamiz. Assalomu alaykum Islomjon aka. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tibsiz? Qo'ylar zo'ridan olib kelibsiz-ku? Ha, zo'ridan olib kelganmiz. Xudo xolsa videoni oxirigacha ko'rishamiz. Assalomu alaykum obunachilar. Hammalaringga bugungi kun juma yomi muborak bo'lsin. Xo'p, videoni oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab, like, kommentariyani portlatib turaverasizlar. Qo'ylar zo'rlardan kelgan, birinchi partiyamizga tozalardan, mana o'sha noyob rangli variantidan kelgan. Rangli variantlardan, ha? Xolosa, narxlari ham yo'lda bo'ladi. Birinchi partiyamizga 5 dona qo'chqor. 5 dona qo'chqor emas. Videoni oxirigacha ko'rib, albatta qo'shlar narxini ham chiroyli qilib videoni oxirigacha ko'rishganiga arziydi narxlar ham. Ha. Yo'qqa odam shu telefon qiladi. Narxlarni ham arzon qilib chiqaraverasiz. Arzon qilib chiqaraveramiz. Ishlar ham bitirib beramiz. Telefon qo'yib odamda ishi bitadi. Qo'ylar ko'rsatib ma'lumotni beraveramiz. Ana akalar, qo'ylar bu yerda 5 dona hammasi qo'chqor. 5 dona qo'chqor, bir joyda yurgan qo'chqorlar. Jonivorlar akalar, hamma qo'chqorlarni qaranglar. Ular endi faqat zotga boqishadi-da, u go'shtga emas. Qonatoza narsa, bachkana qo'ymas. Oyoq qo'l uzun, suyagi buzuq qo'zlar. Ko'chat, kelajagi bor narsalar. Aytib turibdi, turishlari ham bo'ladi. Mana shuni turishini qarang. Quloqlarini qarang. Havasga boqaman deganlarga, dummalari ham. Xudo xolsa tavsiya qiladigan joyida Akmalxon tavsiya qilamiz. Xudo xolsa. Mana buni qulog'i o'ta uzun ekan jonivordi. Hammasiniki chutki bir joyda yurgan qo'ylar. Akalar, razrezlari ham joyida ekan hammasi. Oyoq kengliklarini ham ko'rsin oldilari. Islomjon aka, endi bular yosh oyliklari qanaqa? U joylik Akmalxon. 3 oylik vaqtida. Atrofida. Bo'ylarini nechiga beramiz bular bo'ylarini? Bo'ylarini nechiga berasiz bularni? Akmalxon bo'ylarini realni o'lchab ko'rmaganman, u 65 plus qilishsa 70 ham chiqadi. 65 plusga ketaveradi hammasi. Quyuq suyug'ini. Mana hammasini rozrezlari, oyoq kenglari. Oyoq qo'y Akmalxon. Zotga boqaman deganlarga bu. Bular endi yetganiga necha kun bo'ldi? Bularga kelganiga Akmalxon bir hafta bo'lib qoldi. Charchog'ini chiqardik. Haftacha bo'lib qoldi. Yebishni sinovdan o'tkazdik. Yuzlari ham o'ta taniq variantlarga. Hammasini garbonosi kelishgan, oyoq qo'li uzun, quloqlari ozgina insonlangan, pashti butun desa ham bo'laveradi. Mana bu o'ta boshqacha narsa ekan-a? Sarig'ini bor Akmalxon. O'zi $1000 qo'y bo'ladi ozgina katta bo'lgandan keyin. Jonivorlar. Yebishlariga garantiyalari bor bularda hammasini. Sinov qiladi uylariga borgandan keyin. Sal chasroq ekan-a qo'zlar. Davoni qo'ylarida Akmalxon odam ko'rib odamdan qo'rqadi. Ha, shunaqa ekan. Ancha chasroq ekan jonivorlar. Yebishlariga bir hafta 10 kungacha sinovlari bor-a? Sinov bor. Yo'talish yo'q, yo'tal kasali yo'q-a buni. Nuqsoni yo'q. Nuqsoni qo'yda sifatli, chiroyli, yebichi yaxshi. O'sha aybi. O jonivorlar. Islomjon aka, qo'ylarga gap yo'q. Qo'ylar o'ta zo'ridan olib kelibsiz. Aha. Qo'ylar nuqsoni yo'q. Arziydi hammasi Akmaljon. Bo'ldi, endi pulini ham arzon qilib berasiz endi bularda biz obunachilarga. Qo'yga qaraganda 500 ming arzon bo'ladi. Jonivorlar. Endi buni narxini, dangalini gapirasiz. Narxini nech puldan deysiz? Narxi arzon Akmaljon. Nech pul? 5 tasini bir joyga olgan obunachingizga Ha. 3.300 ming so'mdan. Xayri ham bormi? Xayri bor. 3.300 ming so'mdan oldim degan odamga ketaveradi. Xudo kelib telefon qilib, alik qilsa bo'ldi. Keyin. Uka qo'yini menga jo'nat deyishganga 3.300 ming so'm. Hammasini bir joyga olishadi. Telefonni o'tib beraman. Hammasini bir joyga 31 da olishadi. Voy, unaqa 200 ming o'tib beradi Akmaljon. O'zi arzonroq kelgan yangiroq chiqaryapman. Bo'ldi, hojagalarimiz bor bizda. Doimiy kuzatib boradigan Qo'qonlik hojagalarimiz bor, Toshkentlik, Qo'qonlik, hamma yerdan hojagalarimiz bor. O'shalar chiroyli qilib duo qilib boqishadi. Bitta kommentariyaga otangga rahmat deb like qirs urib qo'yishadi Akmalxon. Bo'ldi, 31 dan berishadi. Yo'q, 31 dan emas. Bizlar anaqa bachkana qilib 3,5, haligi 30 2,5, 28 deb 3 million past ko'rib so'rash kerak yo'q. Dangal bo'ladiganini aytib, videoni qisqa qilib tirs deganday. Mayda shunday qo'shmas Akmalxon. Telefon qilib turib
qo'y jo'nat destak ham 3200 ming so'mdan bar ekan. Bir joyga olgan. Dastlabki qayergacha? Samarqandgacha. Hech joningiz sog' bo'lsin. 3 million 200 dan faqat juda ancha bitta. Mana obunachilar, qo'ylarimiz. Qo'ylar ideal holatda ko'rib olishaveradi yana videoni boshlab. Hop, buni endi Telegramdan yozishsa, bo'ylarini o'lchab, hamma yo'g'ini cho'tki qilib tashab berilaveradi. Tashab berilaveradi. Belgilan WhatsApplar bor. 24 soat Akmalxon. 24 soat o'ylanmasdan aloqa chiqarishadi. Musofirdagi akalarimiz ko'rib, ularda da bizdan 2 soat orqada yuradi Rossiyadagilar. Ha. 2 soat orqada ekan, kecha o'qib qoldi, besda qilaman deb o'ylashmasin. Qaysi bet bo'lsa ham telefon qilishaversin Akmalxon. Bo'ldi. Bu birinchi partiya, Birinchi partiya. Akalar, biz endi ikkinchi partiyaga o'tamiz. Videoni oxiriga ko'rib, like bosib, quvvatlab turaverasizlar. Mana akalar, ikkinchi partiyaga kashtan variantdan so'raganlarga yana Islomjon aka bular. Kashtandan Akmalxon bular. Hammasi kashtandan yana jonivorlar. variantida. O'ta zo'r variantlardan yana. Hop, endi bularni ham sekin ma'lumotini beraverasiz. Bular Akmalxon videoni oxiriga ko'rsa ma'lumotni chiroyli qilib berib takat qilamiz. Jonivorlar tikka yurmagan bularni ham hammasi. Hammasi zo'r chiroyli. Ham ko'rsatamiz. Uzun Akmalxon. Hop, bular ham shular bilan teng kelgan ham shular partiyasida. Lekin yosh bo'lgan jicha oshararoq 3,5 oylik atrofida Akmalxon. 3,5 oylik atrofida. Ulardan lekin katta emas-a. Kattaroq bular. Jonivorlar, akalar ana qo'ylarni qarang. Yuzini qarang, tiniqligini. Zotga olsa ham Jonivorlar. go'shlanishga ham har tomonlama yetaveradigan narsalar-a bular. ketaveradi. Jonivorlar. Bular bo'ylar nechaga berasiz? Bo'yda o'sha 65 ga olishaveradi Akmalxon. Bulardan 60 kilos olishaveradi. Jonivorlar. Mana Bo'ylar holati ideal, zo'r kelishgan. hozir simgullardan boqaman deganlarga tavsiya qilib qolamiz. Tikka yuribdilar. Chiroyli qilib video qilavering Akmalxon. Bo'lsa narxini ham chiroyli qilib kelishib beramiz. Hop. Bularni yosh oyliklarni aytdingiz. Hamma yog'ini aytdingiz. Yebishlariga garantiyalari bormi? Akmalxon. Yebishlariga bir haftagacha garantiyalari bor-a? Sinov bor. Uylariga borgandan keyin savolashaveradi. Jonivorlar qo'ylar charsligini. Odamni ko'rsa shunaqa des ketar ekan. Dalani qo'ylar Akmalxon, odam ko'rmagan ko'p bular. O'ta hurkak qo'ylar. Qo'ylar zotini ko'rib turibsizlar, obunachilar. Yana agar videoda hatto kamchilik bo'lsa, uzr so'raymiz. Hop, videoda kamchiliklar bo'lsa, Telegramda yozsalaring, WhatsApp, Telegramlar bor. Bor-a? Bor Akmalxon. Tashab beraverlar obunachilar. Uni qo'yni ko'ring uzunligini. Dumbalari ham o'ta katta, Mana bu moshni. qo'yni qarang. Qarang. Oy, jonim. Havasga boqaman deganlarga sekin jo'natib boramiz obunachilar. Bizdan like bosib, obuna bo'lib tursalaring, narxlarni ham arzon qilib berasiz-a? Arzon qilib chiqarib beramiz Akmalxon narxini ham. Narxi necha bo'ldi? Narxi balanddan kelishmas, arzonroq ekan yengilroq chiqaramiz. Bo'ldi, yengil chiqarilyapti. Undan ham yengil chiqaraveringchi. Akmalxon mayda juda emas. 3 million 100 ming so'mdan beraman, 7 tasini bir joyga olganga. Xayri ham bor. Xayrini ham qilib beraman. Videoni ko'ryapti Akmalxon. Bizda ozgina arzonroq kelgan. Son nechta sonni aytmadingiz? Son 7 dona. Son 7 dona. 7 dona. Hop 3 million 300, 3,5 gacha chiqarishyapti bunaqa qo'ydi. Qoldi bering. Bizga arzonroq kelgan 3 million 100 dan dastlabki qilib beraveraman. Telefon qo'ygan ishi bitadi xohlasa. Hop, endi bu qo'ylar 3 million 100 dan emas, Islomjon aka. 2 million 900 ming so'mdan 200 mingdan tushib bering. Yo'q, Hammasini bir joyga olishadi. Anaqa 2,5, 28 so'ramaylik. Endi joy yerga urib yuborishmasu. 2 million 900 ming so'mdan yo'q. hammasini bir joyga olishadi. To'g'ri kelmaydi. Sizning yangiliginiz emas. Mayda juda qilmayman. 50 ming so'mdan xayriga tushib beraman Akmaljon. Yo, 50 mingdan demang endi. Barakasiga o'tib beraman. 7 tasiga bo'lganda shu 350 ming o'tib beraman Akmaljon. 3 million 50 mingdan bo'ladimi shunda? 3 million 50 ming so'mdan dastlabki qilib chiqarib beraman Toshkentgacha. Telefon qo'ygan odamda ishi bitadi xohlasa. Bitta gapda 3 million so'mdan to'g'ri kelaveradimi sizga? 3 million so'mdan kam bo'lib. Xursand bo'lib berasizmi shunda? Biz anaqa 29 oyoq tira olmaylik. Sizning lavzingiz. Obunachilarimiz bor, chiroyli qilib duo qilib ber. Duo qilib boqishadi. 3 milliondan olganga Joningiz sog' bo'lsin. Obunachilar 3 million so'mdan mana. telefon qilgan odamda ishi bitadi. Birinchi telefon qilgan odam shoshilib aloqa chiqaramiz obunachilar. Hozir qo'ylarda ozgina charchog'i bor, issiqqa ham kallasini nega o'layapti Akmaljon? Ha. Ahtamoq yuguraveryapti. Ular ozgina charchog'ini chiqarib, qonini yaxshilab chiqarib o'qiga to'ysa qo'ylar o'ta go'zal narsa lekin. Hozir ham zo'r holat Akmaljon. Holatda gap yo'q qo'yiladi. Shunaqa tez ketyapti. Hozir pardoz berilmagan xolos. Agar bular sar ikki to'sib ahtamoqdan to'sib turmasami,
umuman video qilish qiyin bo'lar ekan. Ko'rsatib qo'ying. Oyoq qo'li sog'lom. Mana Yeb-ichib obunachilar. qo'yiladi. 3 million so'mdan dastavkalar Toshkentgacha. Toshkentgacha. 31 dan Samarqandgacha. 31 dan Samarqandgacha beraveradi. Ha. Islom aka bugunga shularmi? Bugunga shular Akmalxon. Bo'ldi. Oxiriga bitta kashtan zo'ridan bor Akmalxon. Yana bitta bormi? Bir dona bor oxiriga. Yo'qsa videoni obunachilar oxirigacha ko'rib tursalaring, yana bir dona tozasidan bor ekan, shuni ko'rsataveramiz. Mashalloh, akalar qo'ydi qarang. Zotga boqaman deganlar bormi kashtanidan? Bitta sarisidan Akmalxon. Voy jonivor. Qo'zi. Yuzlarini qarang. Qo'zi kali. 3,5 oylik qo'zi. 2,5 oylik. Bani qarang. Voy jonivor. Oyoq qo'lini uzunligini ko'rsating. Qo'ydi qaranglar obunachilar, qo'yga baho beramiz. Voy qarang. jonivor. Ozgina Qo'chqormi? Qo'chqor. Zotga Akmalxon. Jonivor. Obunachilar kashtan varianti. Faqat zotga boqaman deganlarga tashlab qo'yasizlar. Qo'chqor turishini qarang. Yaqinda Toshkentdaligi bor-ku festival. Festival. Ash festivalga tayyorlayman, kashtanni tayyorlayman deganlarga Zo'ridan bo'ladi Akmalxon. Islomga bu katta bo'lib ketadigandan bu. Oyoq qo'lini ko'rib olasiz Akmalxon. Obunachilar. Buni tushungan odam tushunadi. Tushunmagan odamga bor. Buzib qo'ydi Akmalxon. 2,5 oylik qo'zi shunday. Bu 75. Bu 75. 75. Jonivor. 70 plyusga olishaveradi. 70 plyusga olishaveradi, ha? Garabon ustoladagi ko'rsating. Obunachi- Shi ham qo'zi hali 3,5 oylik qo'zi. Obunachilar qo'y sal chastroq shunga ushlab turibmiz. Hop, Islomjon aka, buni-da ma'lumotni berdingiz. Yeb ishlari garantiyar bor-a? Bir haftaga. Narxini nech pul deysiz? Narx Akmalxon bo'lgan qilib gapiraman, so'ramaydigan. Mengalni qilib bitta gapiringchi. Odamga Akmalxon 4,3 ming so'mga beraman qo'ydi. Oxiri. Oxiri bu degan 4,3 ming Dastavkalar? so'mga Samarqandgacha dastavkasini qilib beraman. Obunachilar qo'ydi holatni ko'rib Qo'ydi turibsizlar. tushunadi. Kimgadir negativlarga qimmat ko'rinishi mumkin. Obunachilar qo'ydi ko'rib turibsizlar. Buni tushunmaydigan odamga-da bir hafta maqtasa ham tushunmay jinnini yaqib turaveradi. Tushunadigan odam bor, qo'ydi bitta ko'rib tushunadi. Telefon qilgan odamga 4,3 ming so'mga qo'y sotildi. Bo'ldi. Obunachilar shuni telefon qilib, Islomjon menga qo'y chiqarib yuboring bo'ldi desangiz, chiqarib berishadi. Qo'y yurishga to'g'ri Voy jonivorlar. Bugunga shular-a? Bugunga shular. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.